ilmektiki i. Bu harfning talaffuz qilinishi mundaq. Endi bu harfni o'z ichiga olgan misollarni ko'rib o'tamiz. İ'ning beshidan ulinadigan shakli. Misol, ishik. İ'ning beshidan ulinadigan shakli. Misol, idish. İ'ning bosh va oyog'idan ulinadigan shakli. Misol, gilas. İ'ning bosh va oyog'idan ulinadigan shakli. Misol, she'r. İ'ning oyog'idan ulinadigan shakli. Misol, tikchi. İ'ning ayrim shakli. Misol, yozdi. İ'ning oyog'idan ulinadigan shakli. İ'ning ayrim shakli. Tuanda biz rasmga birlashtirib, yuqorida o'rganib o'tgan harfning to'g'ri yozilish tartibini mashq qilib o'tamiz. Ishik i harfining beshidan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. İdish i harfining beshidan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Gilas i harfining bosh va oyog'idan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. She'r i harfining bosh va oyog'idan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Tikchi i harfining oyog'idan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Yozdi i harfining ayrim shaklining yozilish tartibi. I harfining oyog'idan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. I harfining ayrim shaklining yozilish tartibi. Kichik do'stlar, tuvandagi so'zlarni menga aytib o'qinglar. Is, i, shi, ishi, a, ti, si,
atsi, it, at, ni, atni, a, ni, si, anısı, iş, ya, sın, yasın, i, ni, si, inisi, ittifaqlıq güc 1, 2, 3 ittifaqlıq güc çeylep yeneceğimiz düşman gelse duç